Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi bemorimizni ko'rishingiz mumkin. Bir kun oldin, ya'ni yuz sortish amaliyoti, SMAS platizma plastik amaliyotini bajarganmiz. Ustozimiz professor Inoyatov Amnoshodovich boshchiligida bo'lgan bir kunlik natijani ko'rishingiz mumkin. Bemorimizda ikkita qosh kompleksini, ikkita qoshni lateral sohasini chiroyli qilib ko'tarib berganmiz. Endoskop orqali ko'tarib berganmiz. Yonoq ravoqlarni, yonoq dugasini shakllantirib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Brilliya, lumb sohalarini kirgizib berganmiz. Ortiqcha izbitikni yo'qligini ko'rishingiz mumkin. SMAS to'qimani tortib berganmiz chiroyli qilib. Dan sohasini ko'rishingiz mumkin. Mana o'zlarining yog'larini olib, ishlov berib, chiroyli qilib shakllantirib berganmiz. Sheyaga baho bering aziz obunachilar. Sheyani ikkita yon lateral sohasini ikki yon tomonga tortib, platizma plastik amaliyotini o'tkazganmiz. Og'riqlar bormi opajon? Yo'q, og'riqlar yo'q, hammasi yaxshi. Kesma joyini ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Quloq dirildog'ini anatomik shaklini saqlagan holatda chiroyli qilib berganmiz. Xudo xolasa, albatta birlamchi ishlar bor hozir. Bir haftadan keyin, 2 haftadan keyin bitib zo'r bo'lib ketadi. Qanaqa? Taassurotingiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshimi? Ha, sizlarga kelib juda ham xursandman. Sizga katta rahmat ukajon. Rahmat. Shunaqa natija bo'ladi deb kutgandingizmi oldindan? Yo'q, bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Yoqdimi sizga natija? Ha, juda ham yoqdi. Rahmat hammalaringizga. Qizlarimizga ham rahmat. Aziz obunachilar, Xudo xolasa 10 kunlik natija, 1 oylik natijani ham albatta qo'yib boramiz. Kuzatishdan charchamang, reaksiya qoldiring.